Bu montajga ortiqcha rezinka yoki ipli boylab o'tirish shart emas. Bu mana mashq holatda yana ham yaxshi ishlab beradi. Hozir hamma magazinchilarning ichida mana shu narsani olib chiqib maqtanish moda bo'lganmi? Bizda bor deb, biz molni maqtanmaymiz. Biz buni qanaqa ishlatish kerakligini ko'rsatib beramiz. Birinchi bo'lib powerdokimizga 20 yo 30 sm atrofida ip kesib olamiz. Keyin ipimizni uch tomonini yaxshilab boylab, bitta katta tugun hosil qilib olamiz. Shunaqa oddiy tugundan 5-6 marta aylantirib tugib tashlasangiz, bu tugunimiz yirilashadi. Shu tugun mana shu klipsani ushlab turadi. 5-6 marta yaxshilab tugun boylab, mana shu tuguningizni mana shunaqa yirik holatga keltirib oladi. Stopper qo'yib olinadi. Keyin klipsani mana tepa tomonidan mana shu uzilib tushirib olasiz. Xitoy jimihlarida o'zining teshigi tayyor bo'ladi. Bu powerdokka rossiyskiy jimih ham qo'ysangiz bo'ladi. Agar rossiyskiy jimih qo'ysangiz, uni sverlit qilib teshib olishingizga to'g'ri keladi. Mana shunaqa jimihlar ishlatish uchun o'zining mana bunaqa maxsus toshlari bor. Uni har xil grammlari bo'ladi. Uni qarmog'ingizga mo'ljallab qo'yib yuborsangiz bo'ladi. Tosh tegi tomonidan ip o'tkazib olamiz. Tosh tepa tomoniga yana bitta stopper qo'yib yuboramiz. Powerdokka boshiga oddiy tugun qilib qo'ysangiz bo'ladi yoki xohlasangiz karabin boylab qo'ysangiz ham bo'ladi. Bunaqa montajlarda kruchok kaltaroq qilib boylagan yaxshi. O'shanda yana ham yaxshiroq ish beradi. Kruchokka bo'lsa, mana bunaqa pop-up bo'ylardan qo'ysangiz bo'ladi. Yoki oddiy mana bunaqa penoplastdan qo'yib foydalansangiz ham bo'ladi. Agar bu montajingizda ikkitalik kruchok qilaman desangiz, mana bu klipsani osonlik bilan olib, mana bu klipsani ikkitaligini bemalol qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Bu montaj juda ham oson va juda ham sodda montajlardan hisoblanadi.